Bu darsimiz orqali biz ma'lumotlarni arxivlashni va ma'lumotlarni himoya qilishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni arxivlangan ma'lumotlarni himoya qilishni. Buning uchun bizga WinRAR degan dastur kerak bo'ladi. WinRAR dasturini o'rnatib olamiz. OK beramiz. Ozgina kutib turamiz, bu o'rnatiladi. Adashmasam, hozir kompyuterimizga o'rnatib bo'lindi. Endi biz mana shu arxivlamoqchi bo'lgan faylimizni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin sichqonchani o'ng tomonini bosamiz. Mana davlat arxiv chiqadi. Kiramiz. Kirganimizga qarang, bu tomonda nomi bo'ladi. Arxivning nomi. Arxivning nomini bironta nom berasizlar o'zlaring. Keyin bu tomondan qanday qilish kerak? RARmi yoki zipmi? Men zip tanlayman. Endi bu tomonda ustunnlik parol, ya'ni parol qo'yish turibdi. Kiramiz. Kirganimizda parol qo'yamiz. 1 2 3 4 5. OK qilamiz. Yana bir marta OK tanlaymiz. Arxiv parollarni. Endi ochamiz-da. Buni ochmoqchi bo'lamiz, lekin sizdan parol so'raydi. Siz agar boshqa parol kiritsangiz, ochmaydi buni. Ko'ryapsizmi? Parol xato deyapti. Endi siz to'g'ri parol qilsangiz, rasmni ochib beradi. Men sizlarga hozir namuna sifatida rasmni qilib ko'rsatdim. Sizlar hamma narsani qilsalaring bo'ladi bunda.